Damas akalardan davr keldi. Ko'pchilik Maxi usulining amazotlar qilib reklama qilganda ko'pchilik kommentariylar Damas yo'qmi deyardi. Savollar rosa ko'payib ketdi. Damas ham особенный bor. Bu perkasiga qanaqa usulining emas, zavod tomonidan chiqarilgan gazli amortizator bo'ladi. Gazli amortizator tushunmaganlar uchun qisqacha ma'lumot, gazli degani bu ham pastga, ham tevaga ishlaydigan amortizator hisoblanadi. Masalan, bu faqatgina bir tomonlama ishlaydigan amortizator hisoblanadi. Bu Damas uchun gazli amortizator ishlab chiqarilish boshlandi. Bu narsa xohlasangiz bizdan olinglar, xohlasangiz magazinlarda ham so'rasanglar beradi. Bu qanaqa ishlaydi? Birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana bu gazli yangi amortizator. Buni bosasizlar, o'zi qaytib chiqadi. Ya'ni u tomonga ham, bu tomonga ham ishlaydi. Boshdan elasini hamda do'qolat urishini oldini oladi. Mana bu o'zining radnoy amortizatori, bu maslinli bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, buni bosasizlar, qaytib chiqmaydi. Bu faqatgina pastga tushadi, tepaga unaqa ko'tarilib chiqarilmaydi. Buni qo'ygandan keyin effekt ancha yaxshi bo'ladi. O'zinikidan ko'ra ancha zo'r. Ya'ni maslindan ko'ra kuchliroq ishlaydi. Oldi urishi, oldi elasi, shunaqa muammolar yo'q bo'ladi. Bu videoda Damas akalar jo'natib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'ying. Qiziq videolar hali oldinda.